Assalomu alaykum hurmatli Unidrivers obunachilari. Bugun Jeepal S07 mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinamizga Pandorani 4G GPS FD Canli modelidan qo'yib beramiz. FD Can bo'lishiga sabab elektromobillarda aynan elektromobillar uchun FD Canli sistemalar qo'yish tavsiya qilinadi. Chunki ularda funksiyalar juda ham ko'p bo'lganligi uchun, ko'p funksiyalarni telefondan boshqarish uchun kerak bo'ladi. O'shaning uchun biz bu mashinamizga ham FD Canli sistema o'rnatib beramiz. Xo'p, bu yoqda kalitni ichida qolmaydi. Bemalol o'zlarini kalitlari bilan yursalar ham bo'ladi. Kalitni olib yurmasdan turib ham telefondan mashinalarni ochib o'tirib haydab ketishlari mumkin bo'ladi. Klimat kontrol, sideniya обогрев, oynalarni isitish, mashina qayerda turganini hamma funksiyalarini telefonlaridan nazorat qilib boshqarish imkoniyatini beradi. Kimga shunaqa xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Unidrivers kompaniyasiga murojaat qilinglar. Garantiyalari bilan chiroyli narxlarda sifatli qilib o'rnatib beramiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Hammalarni Unidrivers kompaniyasida kutib qolamiz.